Assalomu alaykum. Excel formula ustasi kursimizning 6-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda sana bilan bog'liq bo'lgan funksiya va amallarni qo'llashni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Bugungi darsimizda Excel dasturida ko'p qo'llaniladigan sanaga bog'liq bo'lgan bir nechta amallar va funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Umumiy hisobda nasib qilsa 9 ta formulani hayotda qo'llashni o'rganamiz. Bu o'rinda bir aytib o'tishim kerakki, Excel formula ustasi kursimizda berilayotgan barcha funksiya, formulalar rus tilida bo'lgan Excel dasturlar uchun moslangan bo'lib hisoblanadi. Agar sizda Excel dasturingiz ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, siz xuddi shu kerakli funksiyani ruschasini mana bunday qidiruv so'rovini berish orqali istalgan qidiruv tizimidan topishingiz mumkin. Bunda agar sizni Excel dasturingiz ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, faqatgina kerakli funksiyani tarjimasini inglizcha variantini topish orqali darslarimizni ketma-ketlikda davom ettirishingiz mumkin. Boshqa hech qayerda farqli jihati bo'lmaydi. Demak, bugungi darsimizda birinchi navbatda sanani chiqarishni bir ko'rib o'taylik. Mana bugungi sanani chiqarishni bir nechta yo'llari mavjud. Birinchisini ko'rib o'tamiz, ya'ni bu yangilanmaydi. Ya'ni biz kiritamiz. Hozir ketma-ketlikda tushuntirib o'taman. Demak, ikkita yo'li bor. Bugungi sanani tezlik bilan qo'yishimiz uchun birinchisi Ctrl Shift 4 tugmasi orqali. Mana bu ekranlaringizda ham chiqyapti. Bu agar sizda ishlamasa, masalan, mana menda ishlamadi bu. Demak, sizda Excel dasturingiz tili boshqacha. Ya'ni agar ingliz tilida bo'lsa, ishlashi mumkin. Agar sizda ham Excel dasturingiz rus tilida bo'ladigan bo'lsa, Ctrl J na tugmasini bossangiz, mana bunday sana hosil bo'ladi. Bu o'zgarmaydi. Ya'ni siz 4 kundan keyin mana shu faylga kiradigan bo'lsangiz, xuddi shu sana turaveradi. Lekin bizda yana bitta jihati bor. Har kuni kirganimizda yangilanib boruvchi qo'llashimiz mumkin. Buning uchun bizga ushbu funksiya kerak bo'ladi. Demak, barobar tugmasini bosamiz va сегодня funksiyasini tanlaymiz, Enter ni bosamiz. Mana shu Excel faylini men 3 kundan keyin ochadigan bo'lsam 23.03.2022 deydi. Ya'ni bu avtomatik ravishda o'zgarib boradi. Bugungi sana va vaqtni avtomatik chiqarish uchun e'tiborli bo'lamiz. Mana bu joylarda kiritayotgan sanamiz mana bu dataga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Lekin sana va vaqtni kiritishimiz uchun umumiy общий format tanlashimiz kerak, ya'ni общийni. O'shandagina bu funksiyamiz ishlaydi. Bo'lmasa, shunchaki sanani ko'rsatib qo'ya qoladi. Demak, mana bu ishladi. Mana bular har kirganimizda, har vaqt o'tishi bilan yangilanib turadi. Shuni siz boshqa hujjatlaringizni yangilash sanalarida yoki boshqa bir holatlarda qo'llashingiz mumkin. Ana endi mana shu sanalar bilan kiritish paytida bizda uchraydigan bir muammoni ko'rib chiqamiz. Bu quyidagicha. Mana aytaylik, keling mana bu yerga. Oddiygina сегодня buyrug'ini kiritib o'tadigan bo'lsak, сегодня agar bu общийda bo'ladigan bo'lsa, mana bunday son chiqadi. Bu nima deyishingiz mumkin? Buni shunday yechimi bor ekan. Excelda sonlar kabi saqlanar ekan. Ya'ni buni boshlanishi 1900-yildan boshlab ketilgan bo'lsa, 1-yanvar 1900-yil bir soni berilgan bo'lsa, to kelib demak 20-mart 2022-yilimiz 44.640 ga to'g'ri kelar ekan. Agar sizda boyaginda mana bu yerda tanlaganingizda data emas, agar общий bo'lganda, sizda ham shu son chiqardi. Bu degani, agar sizda birinchi marta kiritganingizda bunday katta son chiqadigan bo'lsa, bu funksiya ishlamaydi degani emas. Excel tushunmayapti buni nima xohlashimizni. Shunaqa vaziyatda buni tanlaymizda краткое время yoki длинныйni berishimiz mumkin. Краткийda mana ko'ryapsiz son bilan, длинныйda esa yozma shaklda beryapti. Shu bilan sanani keltirib chiqarishimiz mumkin. Ana endi keyingi formulamizga o'tamiz. Bu yerda asosan formula ham emas, bir qiziq ketma-ketlik deyishimiz mumkin. Aytaylik, bizda qanaqadir aksiya uyushtirilyapti. Bu aksiyada qatnashish uchun qatnashuvchilarni hujjatlarni tayyorlash uchun deylik 5 kun vaqt yetadi. Shunda aksiyamiz qachon boshlanadi? Aksiya agar shuncha kun davom etadigan bo'lsa, aksiya qachon tugaydi? Buni qo'lda hisoblashimiz kerak emas, chunki biz Excelni o'rganyapmiz. Shuning uchun buni amaliyotda ko'rsatib o'taman. Demak, barobar tugmasini bosamiz. Aksiya boshlanish sanasini aniqlashimiz uchun, demak, aksiya bu kuni boshlanadi, lekin hujjatlarni tayyorlashga 5 kun ketishi uchun plus 5 ni bosib
formulaga enterni bosamiz va shuni to'liqligicha tatbiq etamiz. Hal bo'ldi. Demak, ishtirokchilar qabul qilingandan so'ng 5 kun hujjatlarni tayyorlaganimizdan so'ng aksiya mana shu sanada boshlanadi va mana shuncha kun davom etadi va qachon tugashini aniqlaymiz. Buning uchun barobar tugmasini bosamiz. Mana bu funksiyaga qo'shamiz. Mana bunisini va enter tugmasini bosamiz. Bir xil holatga kelishini xohlasangiz, mana bu yerdan kratkий formatni belgilaysiz. Ya'ni aksiyamiz shu sanada boshlanib, shuncha kun davom etgani uchun shu kunda yakunlanadi. Bu sodda bo'lishi mumkin, lekin xudo xolasa albatta hayotda kerak bo'ladi. Keyingi formulamizda aytaylik, boya aksiyani aytib o'tdik, ya'ni aksiyamiz shu kunda boshlanadigan bo'lsa, uning tugash sanasi shuncha bo'ladigan bo'lsa, aksiyaning davomiylik kuni qancha? Shu davomiylik kunining ichida ishchi kunlari qancha? Aytaylik, ishchilar, davlat ishida ishlaydigan insonlar qaysi kunlari kelishi mumkin? Dam olish kunlari agar bu aksiya faol bo'lmasa, shunga o'xshash bayramlar shularning hisobiga avtomatik ravishda aniqlashini topishimiz kerak. Buning uchun keling umumiy bo'lishi uchun barobar tugmasini bosamiz. Tugash sanasidan boshlanish sanasini ayiramiz. Bu oddiy arifmetika, to'g'ri? Va buni to'liqligicha tatbiq etamiz. Ana endi ishchi kunlarini aniqlashimiz kerak. Ya'ni bunda shanba, yakshanba dam olish kunlarini yoki qandaydir umumiy bayramlarni qoldirgan holatda hisoblab beradi aksiyamizning davomiyligi. Buning uchun funksiyadan foydalanamiz. Barobar tugmasini bosamiz va bizga chist run mana bu funksiya kerak. Chist rab dni, ya'ni чистые рабочие dni deb to'liqligicha aytishimiz mumkin. Buni tanlaganimizdan so'ng master funksiyaga kiramiz. Начало data, ya'ni qaysi kundan boshlanadi? Mana bu boshlanish kuni. Konец data, mana shu yakunlanish kuni. Bu yerda dam olish kunlarini siz o'zingiz ham berishingiz mumkin. Aytaylik, mana bu yerga shu kunlari bayram deb shuni belgilaysizda. Keyin bossangiz o'sha muddat oralig'ida bo'ladigan bayramlarni tushirib qo'ygan holatda hisoblaydi. Demak, ko'rdik, mana shu sanadan, mana bu sanadan bu sanagacha bo'lyapti. Umumiy 5 kun aksiya davom etadi. Uning 4 kuni esa ishchi kunlariga to'g'ri keladi. Shu holatda ta'riflab berishimiz mumkin hozir qilgan ishimizni. Ana endi funksiyalarimiz biroz qiyinlashib, lekin foydaliroq bo'lib boryapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Albatta bu videoni ko'rish davomida amaliyotda bajarishingiz kerak, chunki Excel kabi boshqa kompyuter dasturlarini o'rganish ham amaliyot talab qiladi. Hozirgi qiladigan ishimiz rus tilida aytadigan bo'lsak, stajni hisoblab berish. Aytaylik, Mahmudov Valijon ishga kelgan sanasi mana shu sanada kelgan. Bugungi kunigacha shu. Uning necha yillik mana shu ishxonada staji, ya'ni tajribasi bor. Buni aniqlashni avtomatik amalga oshiramiz. Barobar tugmasini bosamiz va bizga kerak bo'ladigani doля года. Mana shu funksiyani tanlaymiz. Demak, master funksiyaga kiramiz. Начальная dataga mana bu B2 ni kiritamiz. Konечная dataga esa e'tiborli bo'ling. Mana buni tanlaymiz va F4 tugmasini bosamiz. F4 tugmasi yoki mana bu yerda dollarlar hosil bo'lishini biz Excel formula ustasi kursining 1 yoki 2 darsida ko'rsatib bergandik. Bu absolyut havola hisoblanadi. Ya'ni hozir biz bu funksiyani bunga tatbiq etganimizdan so'ng agar buni to'liqligicha oladigan bo'lsak, dollar belgisini qo'ymagan holatda Excel o'ylaydiki, demak ikkinchi ma'lumotni bu yerdan oldi, uchinchisi bu yerda, 4 bu yerda, 5 bu yerda deb o'ylaydi. Biz bunga F4 ni bosib mana dollar belgisini chiqarganimiz uchun hammasini shu yerdan olishim kerak ekan degan unda tushuncha hosil bo'ladi. Demak, OK tugmasini bosamiz va buni to'liqligicha tatbiq etamiz. Ana endi bizga mana bunday yaxlitlanmagan sonlar kelib chiqdi. Buni oson bitta mana shu yerni o'zida ham to'g'rilashimiz mumkin. Buning uchun целое so'zini kiritib chiqamiz. Mana bu целое va bu funksiyani yakunlashimiz uchun yana bitta barobar qilib enter tugmasini bosamiz. Ko'rib oling, hozir qanday holatda, ya'ni 21, 18, 75 o'shalarni yaxlitlab mana bunday holatga keltirib berdi. Oxirgisiga e'tibor bergan bo'lsangiz 0 deyapti. Bu degani hali 1 yil bo'lmagan. Ya'ni mana bu xodimimiz
21-yil 8-oyda kelgan bo'lsa, 22-yil 3-oyda hali 1 yil bo'lmagan. Shuning uchun 0 yil degan ma'lumotni keltirib chiqardi. Va bugungi kunimiz uchun, bugungi darsimiz uchun mo'ljallangan oxirgi formulani ko'rib o'tamiz. Bu biroz qiziqarli bo'lishi mumkin, biroz tushunarsizroq ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rab qolaman. Demak, bizga mana shu xodimlar bor ishxonamizda va ularning tug'ilgan sanalari haqida ma'lumot bor. Hozir biz mana shu tug'ilgan sanalarni kunga, tug'ilgan sanasidan kunlarni, oylarni, yillarni ajratib chiqamiz va uchala ma'lumotdan foydalangan holatda mana shu ishchilarimiz 50 yoshga nechinchi yilda tug'ilishini hisoblaymiz. Aytaylik, ularni pensiya yoshini biz taxminan bilishimiz kerak, balki agar ularning o'rniga kerakli xodimni tarbiyalash uchun bizga qancha vaqt kerakligi yoki shunga o'xshash jihatlarni aniqlashimiz uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Shunday ekan, keling, kunni ajratib olish uchun qaysi funksiyadan foydalanishga e'tibor bering. Buning uchun den funksiyasidan foydalanamiz. Den, bu kattakni belgilaymiz va enter tugmasini bosamiz va funksiyani to'liqligicha tatbiq etamiz. Oy uchun xuddi shuni message degan funksiyasidan foydalanamiz. Message, buni tanlaymiz, enter tugmasini bosamiz va to'liqligicha tatbiq etamiz. Xuddi shu yilni aniqlashimiz uchun barobar tugmasini bosamiz va godni aniqlaymiz. Mana bu yerga e'tibor bering. 1900-yildan boshlab 9999 gacha bo'lgan yillarni olaman deyapti. Shu joyga e'tibor bering, bo'lmasa xatolik keltirib chiqarishi mumkin. Mana yillarni ham aniqlab berdi. Ana endi bu nimaga aniqladik degan savol yozib, mana bu yerga formula kiritish orqali javob berib o'taman. Demak, bunga barobar tugmasini bosamiz va data funksiyani kiritamiz. Mana bu yerda qarang, god, message, denni so'rayapti. Buning uchun master funksiyaga kiramiz. God joyiga yilni yozamiz va bunga 50 ni qo'shishimiz kerak. Chunki bizga 50 yoshga to'lishi. Ya'ni aytaylik, Mahmudov Valijon 2017-yil tug'ilgan bo'lsa, 50 yil o'tib, ya'ni 2065-yil 2065-yilda u 50 yoshga to'ladi. Aytaylik, pensiyaga chiqadigan bo'lsa, demak menda shuncha yil bor, uni o'rniga bir kadr tayyorlash degan xulosa olishimiz mumkin. Demak, message joyiga oyni belgilaymiz, den joyiga kunni belgilaymiz va OK tugmasini bosamiz. Funksiyani to'liqligicha tatbiq etamiz va bizda natija hosil bo'ldi. Abdullayev Sanjar 2018-yil tug'ilgan shu sanada va 2068-yili shu oyida u 50 yoshga to'ladi. O'ylaymanki, bugungi darsimiz unchalik murakkab bo'lmasa ham sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Nasib qilsa, keyingi darslarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling, bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzating. Xudo xolasa, sizga yana ham foydali bo'ladigan bir nechta darslarimiz bor. Uni albatta yaqin kunlarda sizni e'tiboringizga taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Savollarni izohlarda yoki Telegram guruhimizda qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.